Bormi? Ketdi. Assalomu alaykum hammaga. Kuninglar xayrli, barakotli o'tsin. Agar bizani kechqurun ko'rayotgan bo'lsangiz, videoni mazax ko'rib bo'lgandan keyin yaxshi yotib turing. Agar ertalab ko'rayotgan bo'lsangiz, ishga tezroq borishingiz kerak. Mazax qilib lekin ko'radigan video bo'lgan. Agar obedda ko'rayotgan bo'lsangiz, bunday ham mazax ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, esingizda bo'lsa bu mashinani bizda qilyotdi, ya'ni Jeep Wrangler Rubicon 3.6 motorli. Buni 3 xili bor dedim. 2 litr turbina 3.6, keyin 6.4 motorli. Atmosferniy motor bu mashinamiz. Ko'ryapsizmi aka? Cho'tki bo'lgan. Mashinamizning o'zidan chiqqan stoykalarni akkuratni kesib, buni razmerda, ya'ni domkrat yordamida o'sha razmerda qoldirib, o'zini hamma metkalariga qo'yib turib, o'sha razmerda qochib ketmasdan bu ramada baribir tomli rama hisoblanadi. Bu sizdan mashina yuradi, hech narsa qilmaydi. No texnik tarafdan zavod bekorga qo'ymagan. Kallashdik zavodga. Xo'p, biz bu mashinani xabaringlar bor, o'ga tayinlab beryapmiz. Akalar o'ga chiqishadi bunda, ikkita orqasiga tipa biznes klass qilib sedenni qo'yib beryapmiz. Alohida juda ham qulay bo'ladi, o'tirganda ham miltoni tushirib o'qilashga betda juda ham qulaylik sharoit bor. Ikkita orqasiga xuddi oldidek o'zini zavodskoy sedenasidan qo'yib beryapmiz. To'liqroq yana ham jarayonlarni ketma-ketlikda ko'raverasiz. Sizga informatsiya bo'lishi uchun bu narsani gapirayotgan sababi, ya'ni o'zini mana bunaqa plankalarini kesib, hammasini zavodskoy qilib turib, stenkasi qalin list bilan orqadan olib chiqilingan bu. Yana buni qilayotganimizning asosiy sababi, video boshida ham aytib o'tdim, orqa tarafdan yechilishga qulay. 1 minutda ichida 2 kishi bemalol orqani yechish shunday hop ko'taradi. Yana bunga qo'shimcha qilib berayotgan do'p opsiya ishlarimizdan biri, hop, sidenani, ya'ni o'zini abogreflarini ishlatyapmiz, elektronikasi ishlayapti, o'zidek bo'lyapti oldidagi. Qo'shimcha ishlarimiz mana shunaqa joyini yumshoq gubka bilan ishlab beramiz, qulay bo'ladi. Bittagi bloklarni, ayni aerobaglarning bloklarini nima qildinglar deydigan bo'lsanglar, bagajda maxsus joy bor, o'sha yoqqa tushirib yubordim. Mana shu bloklarda turardi, joylari bor, ko'ryapsizlar. Bu yoni, ya'ni ikkita passajir o'tirganda orqada qo'lini qo'ysa yoki nimadir qo'ysa, qulayroq bir sharoit yaratib beramiz shu yoqqa. Bunaqa kuzov bo'lib qolmaydi. Xullas, kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib qo'ying, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, agar sizga ham shunaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, buni o'zim aynan Birlashgan Arab Amirligidan, Dubaydan, Alavir bozoridan mashinani olib kelib, hamma rastamoshka xizmatlarini qilib, mashinani bu yoqqa olib kelib qo'ydik, tayyorlab. Ana endi buni jarayonni olib boramiz. Mashina bo'yicha qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Bekorga videomizni yana kapotdan boshlamadik, davomini, ya'ni to'liq holatda kraska sepilib bo'ldi. Kapotimizda biri o'tilibdi, payirovkasi. Uni xudo xolasa qolganini ham o'tib, mashinaga taqib jarayonni boshlaymiz. Sizlar bilan bitta to'liq holatda sepilgan hammerimizni ko'ramiz. Shu bamferni hammerga taqyapmiz oldiga. Qanaqa turar ekan desam, ishonmanglar, yolg'on gapirayotgan bo'laman. Nimagaki bu restyling qilib berayotgan X7 mizani oldi bamferi bo'ladi. Hammeri mana endi sizlarga ko'rsataman. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik hammer deydi, hummer deydi. Yozilishi ham hummer, xullas, bizani til bilan aytganda yoshligimizdan voy ana hammer bo'lib qolgan. Shuning uchun hammer deb uramiz. Biz to'g'risini aytaverasizlar o'zingizlar. Rangi qalay chiqibdi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Faqat addushi aytinglar, qanaqa bo'lyapti ish jarayonlari. Yozib ketsanglar, davomini, video davomida, ya'ni to'liq bitganlari barchasi qoldirilgan. Ko'rsangiz bo'ladi mazza qilib. Mashinamizning 3 xil rangi bo'yayapmiz, lekin bitta nosi bor. Adashmasam diskasida qatidadir bir nikkeli bor edi, menimcha bor. Endi skladda uni ko'ramiz. Lekin mashinamizda 3 xil rang ishlatyapmiz, ko'p rang ishlatmadik. Nimagaki tomini qora glansli qildik, ya'ni Black Edition xalq bilan tilida xalq tilida aytgan to'g'rirog'i. Mashinamizning ko'rinishi, ya'ni mana bunaqa narda grey bo'lib chiqqan. Brooklyn grey bundan ochroq bo'ladi. Bu narda grey, bu sal to'qroq, tomni attenkasi bor. Lekin yomg'irli havolarda vobshe boshqacha, quyoshga chiqsa butunlay boshqa dunyo. 3-rang, ya'ni birinchi rang qora glans bo'ldi, ikkinchisi mashina rangi, uchinchisi qora sat matin qilyapmiz. Yo'q, nima dedim? Qora sat matin dedimmi? Qora sat matin qilyapmiz. Qora satvi matvi qilyapmiz. Qora satin matvi bo'ldi. Mana shu hamma gapirganimni qo'y, xo'p, azamat. Charchaganimiz, bu mashina Ramazon oyida bo'layotgani yaxshi-da, charchab ro'zalarni tutish boshqacha bo'ladi, ajri bor, ukajonim. Xullas, mashinamizdan to'liq holatda ходовой qismlari bilan birga yuvib tozalab, bularni har bittasini zanglarini ketkizib, sepib, shoshmasdan mana shu
supportlargacha yechib chiroyli qilyapmiz. Supportini stalnoy qilmoqchimiz. Mashina rangiga ham sal podходящий bo'ladi. Mana buni qaranglar boltini. Men mana shunaqa boltli nimani G-klassi 4x4 da anında bir Dubayga borganimda qo'yuvdim. Qaysi mashinanikida? Bu bor yo'q mundora, u mashinadog'i 4x4. Supportini o'zi mashinadog'i edi bor, juda katta edi. Buniki ham qolishmas ekan. 2, 4, 6, 8, ya'ni 8 ta bolt gaykali diskga qotiradigan joylari. Kuzatib borib turing, videomiz davomida yana qo'yilgan endi mana shu gaplarim o'rnida siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi, shu yerda nima qilamiz endi, okey? Siz bilmagansiz biz bunaqa paytda bunaqa video olganimizni. Agar shunaqa joylarda qiziqroq mashina qilganda, shunaqa katta proyektlarda reklama kerak bo'ladi desangiz, bemalol pastki raqamlarga telefon qilasiz. Azamat ukamning nomeri bo'ladi, siz bilan gaplashib oladi. Anonisini ham, mana bunisini ham. Salomat bo'ling.